Mana Alyans klinika bor-ku, Alyans yomon o'zidan ketganda kelmaylar qaytib bunga. Yomon o'zidan ketgan. Hozir kirib chiqdim. Agar analizlaringiz 3-4 soatda chiqishini xohlamasalaringiz, kelmaylar bu yoqqa. Yangi apparat olib kelgan, apparatlari bo'lib turib, ustiga yana yangisini olib kelgan, hozir kirib ko'rsataman. Tez chiqarib berar ekan. Bir kishinikini 1 soatda chiqarib beryapti. Analiz javoblarini oladigan apparatlari bor edi. Yana undan ham navorotchinisini olib kelib, bu analiz, bu biokimiya javobini chiqaradi. Bu analiz mana 100 kishinikini, ko'pchiliknikini qo'ysa, o'shanda 4 soatda analiz tayyor bo'ladi. Ertaga tayyor bo'ladi, 3 kundan keyin tayyor bo'ladi degan narsa yo'q. Bir kishinikini qo'ysa 1 soatda tayyor bo'lar ekan. Lekin u qimmatga tushib ketadi. Mana shunaqa ko'p odamni analizini qo'ysa 4 soatda tayyor bo'ladi o'zi. Abetdan keyingi analizlarni olasiz. Yana tochni javobini oladi, hamma fermentlarni ko'rsatib beradi.